Assalomu alaykum hammaga hurmatli xonimlar va janoblar. Tak, sizlar bilan bugun biz Black Rusiyada PVZ yangi ish jarayonini ko'rib chiqamiz. Boshlanishiga kirib ko'rib nima Ну что, рад qilmoqchi знакомиться. bo'ldim, Давай я lekin быстренько opog'on распитаю. Сначала qo'ymadi, тебе нужно выбрать... administrator ekan. Administratorligini tiqishtirib turib oldi ish jarayoniga. Shu bilan После того, как mashinalarni ты подберешь ko'rsatdi себе смену, va транспорт уже будет... hokazolarda, короче, mashinani harobini chiqarmasdan qo'ldan kelgancha harakat qilib min Приезжаешь deganday в qilib порт и находишь... keyingi joy tovar oladigan yerni ko'rsatdi. Undan o'tib Итак, подходишь к палете с tovar твоими qaysi коробочками. skladdan qayerlardan olishlarini bir seriyani yaxshilab ko'rsatib tushuntirdi. Как только Undan прибудешь по keyin qayerga адресочку... olib borib nima qilishlarimizni ko'rsatdi. Shu bilan Ну а дальше несешь to'dim-so'dim заказ к двери. ishni boshlamoqchi bo'ldik. Keyin esa Вот opa видишь, золотце, все o'zini просто. ishxonasiga chaqirib, ishni boshlaysanmi dedi. Biz ha deganday qilib ishni boshladik, onasini emdirib. Shu bilan mana bizga zakaz berildi, начать работа, ketdik mana. Quloqda naushnik baloni eshitmaganday qilib chiqib olib, mashinani ham olib oldik. O'zimizning shoxiga qarab turib, ha jonivor deganday qarab qo'ydik tag'in. Sekin asta zakazlarni qabul qilib olgani ketdik. Zakaz ham bir yaqin yerdamikin desak, atiga 2000 kilometr naryoqda ekan, ona ayni nima yurib gazni bosib o'sha tarafga qarab soldik mana. Ketyapmiz, ummonning muzikalarini qo'yib olib, siqilgan holatda sekin yab qilib videoni ozgina to'xtatib o'tkazib yubordik. 300 metr qolganda yaxdik, keyin dalishi bosishdan davom ettirdik. Shu bilan kelyapmiz, yo'l tugamaydi, zakaz olaylik desak, zakazga mana yetib keldik ham. Istab точкаga topib mashinani qo'ydik oddushi qilib. Endi bu yerda o'zimizga xon, o'zimizga bek ekanmiz. Bunday o'ylab qarasak, birov ishi yo'q ekan. Shu bilan zakazlarni qabul qilib olishni boshladik. Boshlanishiga короче 60 tacha reys qilish kerak ekan. Общий 60 tadan keyin 9 tagacha zakaz qabul qilib olsa bo'lar ekan. Unga пока что 6 tadan ekanligini bilib oldik. Zakazlarni qabul qilyapmiz. Bunisi bu yoqqa ekan. Hech zakaz tugamaydi. Zakaz to'g'riligini aytmasa ham bo'laveradi. Nihoyat oxirgi zakazni olib soldik, mashinaga o'tirdik va adreslarga bir sira qaramoqchi. Spiska adres qaragandan ko'ra kartada qarab qo'ygan yaxshida. Bunday qarasak, o'zimizni biqinchamizda ekan. Bunday qarab turib, onasini emsin deganday qilib mashinani haydadik 6-точкаga qaratib. Shu bilan 6-точкаga ummonning muzikasini qo'ygan holatda bosdik. Mashinamiz ham bir o'ta tez yuraverar ekan, yuraklarimiz ezilib ketadi bu mashinani ko'rib. Maksimalka скорость 120 ekan. 120 da o'zi ham bilmaymiz endi qayergacha yetib borar ekanmiz deb qo'yib bosyapmiz. Chekada bratanni yordamchilari ham zaybat ko'rdi ama. Spiska yak deb chiqaverar ekan. Shu bunday qilib 6-zakazdan boshladik. Mana yetib keldik 1-zakaz deb qaramiz. Cho'ta naushnikimiz ham sal qiyshayib ketdi o'tiraverganimizdan va zakazdan oldik. Bu yerga tashlaguncha ham it oldik. Ovqat yevardik siqilganimizdan. Choy ichvardik. Zakaz hech qo'yilgisi kelmadi. Bitta zakaz tashlaymiz deb turib 1000 so'mga choy ichvardik, orqasidan yana choy ichvardik. Shuning bilan jirni obed deganday qilib qo'ydik tag'in. Eplab uni tashladik. Yoqildik, endi baribir istab topmoqchi bo'ldik. Yurak siqilib ketib mashinaga o'tirmoqchi bo'lib turganimizda o'zi tap etib oyog'i tagiga kirib ketib o'tiribdi zakaz ham.
Shu bilan ikkinchi zakazga qarab ketdik. Ikkinchi zakazimiz ham juda uzoqda emas ekan, 2 bilan 3 ga qarab soldik. Shu bilan 2 bilan 3 ga qarab soldik mana. Ketyapmiz yo'lda, onangni yur. Undan ko'ra taksi haydasam bo'lmasmi degan odamimizda endi nima ham deymiz. Endi bu yangi boshlaganlar uchun atak bir tarafdan yaxshi nima ekan. No, bir hisobda mana shu yerda o'tib ketganimiz bizga minus bo'lgan ekan. Biz akasi bu tarafda turganligini qaramay, ahamiyat bermay qolgan ekanmiz. Mashina bizniki emas, chujvoyni jalka gazni bosib bosaveramiz. Driftlar bilan olib beramiz zakasni. Shu yerda zakaz bilan ozgina problema bo'ldi. Zakaz qayerga ekanligini esimizdan chiqib qolganday qilib zakazni o'chirib qo'yib o'tiribmiz. Yoqildik, shodmon qildim. Zakaz qana olishni bilmadik daban. Mashinaga o'tirib qaytadan tushishga to'g'ri keldi. Shunday qilsak sal o'xshab ketdi. Menimcha bag'lar bor. Hali ham yo'q emas. Endi bo'lib turadi deydi-yu. Zakaz adashib ketganligi endi yana bitta minus. Qaytadan bor. Qaytadan zakazni ol. Qo'y. Bo'lib turadi. Kartani qarasak 3-zakazda ham xuddi sherga deb turibdi, mana ko'rganingizdek qizarib turibdi. Mana qizarib turibdi. Lekin sal g'alati tarafi bu zakaz berga emas ekan. Ko'chani narigi tarafiga ekan. Eng prikolni tarafi. Unga davr men 2-etajgacha chiqib tushibman. Yaramasga. Kartani yoqildik, domni tepasini ham qarab ko'rdik. No, yangi ishda bo'lib turadi deb qo'ydik. So'kinib kartani yaxshilab qaragan holatda ko'chani narigi betiga tavakkal o'tib ko'rmoqchi bo'ldik. Domni bu yoqdan ko'chani istab oxiri bu tarafdan topdik. Mashinani haydab ko'rmoqchi bo'ldik-ku, no, ne получается bo'ldi. Mosh domni ichidadir deb yana bir sira aylanib 2-etajgacha borib chiqib tushishga to'g'ri keldi. Shu bilan 2-etajda ham yo'ligini bilgan holatda ko'chani narigi tarafiga chiqishga to'g'ri kelgan bo'ldi. Bari mashinaga o'tirish ham befoydaligini bilib, peshkom soldik. Yaxshilab so'kinib ketyapmiz endi. Onangni, opangni deb qo'yib dakansasiga yetkiza olmaymiz, chunki hozir Ramazon oyida. Rabitni ham bo'lasiz deb qorasi ustasiga qarab turib. Shu bilan shunday qarasak, eshak ko'chani bu tarafida turibdi-yu. Kirib ketayotganda bu tarafga ahamiyat bermagan ekanman. Yugurdik mashinaga qarab. Mashinamizga ham yetib kelib, keyingi zakazga ketishga to'g'ri keldi. Keyingi zakazda ham kartaga bir qarab olgan holatda qarasak bir yaqin. Birga qarab tavakkaliga soldik. Yoqqa borish ham yo'q oldi-yu, no, lekin bundaycha hisobda bu sal plus minusiga hisob kitob qilsangiz to'g'ri kelmay qolar ekan dastavkasi. PVZniki именно. Потому что o'tda uzoqqa borib kelib keyin bular tochkalarga tarqatib chiqquncha время o'ta ko'p ketib qoladi. Bu videoda men 10 minut qilib oldim, chunki boshda PVZga borguncha ham ancha время ketib qolardi. Zakazlar to'g'ri qabul qilguncha. Shu bilan keyingi zakazga borib tars etib zakazlarni yopib bu videoni ham tugatishga qaror qildik.
Shunaqa gaplar. Adashmasam bu 6-zakaz bo'lsa kerak. Yo'q. 4-zakaz ekan. Ha, yo'q, adashibman. 6-ga yana bitta qoldi. Ну, qisqasi 20 ming oldim 4-zakazga. Plus minusi bilan. Endi plus bir tarafdan выгодно, bir tarafdan undaycha hisobdan невыгодно ekanligini tushunib yetdik. Undan ko'ra qisqa yerlarda bo'lganda, bergan puliga arzirdi. Atak bu o'ta uzoqligi uchun bergan puliga to'g'ri kelmaydi. Bundan keyingi videolarda shu taksini qo'yishga harakat qilaman maksimal qadar. Like, podelиться, tudem, sudem deganlar esdan chiqmaydi degan umiddaman. Hammaga rahmat.